Keyingi bemorimizda ikki tomonlama mikroxirurgik varikoselektomiya gamidov usulida amalga oshiramiz. Bu bemorimizda varikoselektsiyani olishimizdan maqsad bemorimizda azospermiya, urug' foizlari 0 chiqqan, gormonlari juda ham yomon holatda, ayniqsa ingibibalari past. Shuning uchun oldin stimulyatsiya jarayonlarini amalga oshiramiz. Ya'ni proteziga olishdan oldin tayyorgarlik bosqichi desak ham bo'ladi. Bu degani urug' chiqish ehtimolligini yana ham oshirish. Ya'ni 10-15% ga yuqori aniqlikda urug'lar topilishi ehtimoli bo'ladi. Chunki bu bemorimizda varikoselektomiya amaliyotidan tashqari PRP terapiya ham amalga oshiramiz. Shunaqa bemorlarimizda bir 15% da spermatozoidlar tabiiy ham eyakulyatda chiqib qolish ehtimoli yo'q emas. O'shaning uchun doim harakat qilamiz. Oldin stimulyatsiya qilib, harakat qilib, aniqlikka harakat qilamiz. Xudo xolasa, kuzatib boringlar, duo qilinglar bemorlarimizga. Hammasiga Alloh shifo bersin, og'ir turdagi bemorlarimiz hammasi.